Mana Zamira buvimiz Samarqanddan bizga kelibdilar. Ular bizga bo'yin sohasidagi grija bilan kelganlar. Bo'yinlarda 3 ta grija bor ekan. Bular ancha joyda lecheni olgan ekanlar. Asosiy shikoyatlari mana shu bosh og'riqlari, qo'ldagi og'riqlar hamda quloqdagi shovqindagi shikoyatlar ekan. Undan tashqari bellarda ham grija bor ekan. Test purlinga qildik. Test purlinga qilganmiz mana. Hozir bo'yinda yelkada og'riq bormi Zamira xonim? Bora, bu yoqda, bora, bu yoqqa bursak, bor, bu yoqqa bursak, bor. Qo'lda uvishishlar bormi? Bor, uvishadi. Qo'limiz uvishadi. Og'riqlarchi yelkalarda? Og'riydi, yelkadan og'riydi, qo'llarim og'riydi. Bundan o'sha boya lichenni oldim dedingiz-a? Lichenni oldim. Biza xudo xolasa bularni 10 kun davomida davolaymiz. Igloterapiya qilamiz, nervlarni uyg'otadi, elektroakupunktura qilamiz, nerv o'tuvchanligini tiklab beradi. Infrakrasniy облучение qilamiz, eng chuqur mushak bo'g'imni shamollashdan olib beradi. Udarno-volnovaya terapiya qilamiz. Mana shu ko'pchilik udarno-volnovaya terapiya olganman deydi, lekin noto'g'ri qilinsa udarno-volnovaya terapiyaning foydasi yo'q. To'g'ri qilinadi xudo xolasa, natijasini ham o'zlari aytadi. Tesla magnit qilamiz. Massaj apparatiga yetib borolmagan chuqur mushak, chuqur nervlarimizni ham stimulyatsiya qiladi, mushaklarning spazmini oladi, o'sha zonadagi qon aylanishini yaxshilaydi. 10 kundan keyin xudo xolasa повторный intervyu olamiz, xudo xolasa. Ko'rdingiz, bo'yin sohasida grijalar bor, belda bor, tizza bo'g'im og'riq bor. Lecheniyani qisman ko'rsatib o'tib ketamiz. Ular ayol kishi bo'lgani uchun ko'rsata olmaganimiz uchun mana erkak kishida ko'rsatyapmiz. Bo'yin grijasi holatida bizda nima bezovta qiladi? Bo'yin sohasidagi grija nerv ildizini qisgani uchun bo'yinda qisman hamda yelka bo'g'im va qo'lda og'riqlar bo'ladi. Kuchli bosh og'riqlar bo'ladi va qo'lda uvishishlar bo'ladi. Bosh og'riq odatda bo'yin sohasidagi grija evaziga mana shu boshning orqa qismidan boradi. Qisman boshi yon qismi, ya'ni qulog'i ustki qismlari og'rishi boshlaydi. Misol uchun mana grija evaziga trapetsioidniy mushaklarimiz kuchli spazm bo'lib qolgani uchun bosh og'riq boya ko'rsatgandek orqadan qisman boshi yon qismiga o'tadi. Mana shu. Endi bu holatda biz bo'yin grijasi holatda bemorlarimizga boyagi yosh katta xolalarga nimani qildik? Biza bo'yin sohasidagi nervlarni uyg'otuvchi nuqtalarga iglorefleksiya terapiya qilib chiqdik. Hamda mana ko'rishingiz mumkin, trapetsioidniy mышцalarga qo'ydik. Bu bosh og'riq nuqtalariga ham qo'ydik. Qo'lga beradigan og'riq uvishishlardan xalos bo'lish uchun ham bu nuqtalarga qo'ydik. Hamda qo'shimchasiga miyostimulyatsiya. Mana mushaklarni hozir o'ynatishini ko'rasizlar, apparatimizdan eng chuqur mushaklarni ham o'ynatadi. Qo'shimcha miyostimulyatsiya qildik. Bu mushaklarning spazmini oladi va qon aylanishini yaxshilaydi. Bu bo'yindagi og'riqlar o'sha bo'yin grijasida evaziga kelib chiqqan shikoyatlarga qo'yildi. Belda nima qildik? Belda kvadratniy mышцаlar bor, мышцы выпрямляющий позвоночник bor. O'sha mushaklarga hamda vertebral mushaklarga iglorefleksiya terapiya qildik. Maqsad nima? Nervlarni uyg'otish, nerv o'tkazuvchanligini yaxshilash, kvadratniy mышцаlardagi spazmlarni olish va qon aylanishini yaxshilash. Shu maqsadda qo'ydik. Ham boksda bizda og'riq bo'ladi, to'g'rimi? Boksdagi og'riqlarga javob beruvchi nuqtalarga qo'ydik. U yerdagi mushaklar bo'shashib, nerv qisishi kamayishi uchun. Bu bir qismini ko'rsatdik sizlarga. Lecheniyamizning bir qismini ko'rsatdik. O'zi aslida juda ko'p nuqta bilan ishlaymiz. Bu yerda ham mana ko'rishingiz mumkin, boksdagi mushaklarimiz qisqarishini. Ya'ni eng chuqur mushaklargacha ham ishlov beriladi. Ninalar shunaqa qo'yilganki, mana bu apparat jo'natgan impulslar har bitta nina orasida uzluksiz bog'liq bo'ladi. Hamda bu lecheniyamizning effektini kuchaytirib olib boradi. Qo'shimchasiga biz nima qilamiz? Infrakrasniy облучение qilamiz. Infrakrasniy облучение qilamiz. Bu bizga nimaga yordam beradi? Bu eng chuqur mushak bo'g'imidagi shamollashni olishga yordam beradi. Ko'pchilik shamollash bilan keladi. O'sha mushak va bo'g'imlaringizdagi shamollashni olishga yordam beradi. Endi bu lecheniyalarımizdan tashqari yana ko'plab lecheniya bor. Hammasini ko'rsatishga tabiiyki uspet qilmaymiz. Misol uchun tizzaga qanaqa qo'yish, tizzaning nuqtalari bor, ularni hammasini ko'rsatishga vaqti bo'lmaydi. Mana bel holatlarida biz qisman ko'rsatdik. Bundan chuqurroq belga qiladigan muolajalarimiz bor. Grijani so'rilishiga yordam beradigan muolajalarimiz bor. Buni qisman ko'rsatdik. Endi iglorefleksiya terapiyadan keyin nima qilinishi kerak? Ya'ni UVTni qanaqa ishlashimizni tushuntiraman hozir. Bu udarno-volnovaya terapiyamiz, ya'ni zarb to'lqinli terapiya. Bu apparatimiz
to'lqin jo'natadi va mushaklardagi og'riqlarni kamaytirishga, eski hujayra o'lib, o'rniga yengisi kelishini ta'minlab berishga yordam beradi. Hamda mushaklarda qon aylanishini yaxshilab beradi. Bo'g'imdagi holatni yaxshilab berishga yordam beradi. Bu lecheniyalarimiz boyagi igloterapiya ham, miostimulyatsiya ham, infrakrasniy облучение ham, udarno-volnovoy terapiya ham har bir bemorga individual yondashiladi, ya'ni individual nuqtalari bo'ladi. Ya'ni hammaga bir xil nuqtaga qilinsa foyda bo'lmaydi. Hamma bemor o'zining nuqtasini topib, o'zini shikoyatidan, grijani holatidan, qattiq joylashgan razmeridan kelib chiqib qilinadi. Hozir bo'yinnikini ko'rsatganmiz bundan oldingi videolarimizda, bellikini ko'rsatib o'tib ketaman. Mana. Hozir biz nima qilyapmiz? Bu yerda kvadratli mышцаларga, belni bukib, ko'tarishga yordam beradigan mышцы выпрямляющий позвоночник bor. Глубокий mышцалар va bularga to'lqin jo'natyapmiz va ularni spazmini olishga, og'riqlarni olishga, qon aylanishini yaxshilashiga, regeneratsiya, ya'ni eski hujayra tezroq o'lib, o'rniga yengisi kelishiga turtki beryapmiz. Bu yerga qildik, keyin nima qilinadi? Keyin boksa qismi bilan ishlanadi. Boksa qismi bilan xuddi shunaqa ishlanadi, to'lqin jo'natadi. Ya'ni zarb to'lqinli terapiya bilan davolaymiz. Keyingi muolajamiz bu magnitoterapiyani ko'rsatamiz, lekin aytib o'taman, biz hozir iloji boricha video ko'p minutli bo'lib ketmasi uchun qisman lecheniyamizning bir qismini sizlarga ko'rsatamiz. Bundan tashqari yana 5-6 xil lecheniyalarimiz bor. Ko'rib turganingizdek, bu Tesla magnit apparatimiz. Biz buni individual zakaz qilib olganmiz, ya'ni bizaniki Tesla magnit 8-pokoleniya qilib qo'yilgan, eng chuqur mushaklarni spazmini olishga, qon aylanishini yaxshilashga, og'riqni qoldirishga yordam beradi. Hamda ko'rib turganingizda odamning qo'lini ishlatishini ko'rdingiz, oyog'ida qanaqa ta'sir qilayotganini ko'rdingiz. Eng chuqur nervlaringizni stimulyatsiya qiladi va ulardagi nerv o'tkazuvchanligini tiklashga yordam beradi. Bu reabilitatsiyada bizga kuchli yordam beradi hamda grijalar so'rilishida ham bu apparat o'zini effektini ko'rsatadi. Hamda bu apparatimiz yana qo'shimcha insultdan keyingi reabilitatsiyalarda ham juda ham kuchli yordam beradi. Bo'yindagi grija va uning asoratlari, beldagi grija hamda tizza bo'g'im og'riqlari bilan Zamira xolamiz bizga Samarqand viloyatidan keldilar, tashrif buyurdilar. Aytdilar, juda ham ko'p lecheniya oldim. Unaqa zo'r natija ko'rmayapman. Faqat vaqtinchalik kichkina muddatga 10, 15, 20 kunga og'rig'im qolyapti, lekin unaqa zo'r harakat qilmayapman o'sha og'riq qolganda ham deb keldilar. 10 kun davomida dori-darmonsiz neyro reabilitatsiya yordamida, ya'ni igloterapiya qildik, elektroakupunktura qildik, udarno-volnovoy terapiya qildik, to'lqin bilan davolaydi eng chuqur mushak bo'g'imlaringiz. Tesla magnit qildik, eng chuqur mushak bo'g'imlarini massaj apparatli e'tibor beradigan mushak bo'g'imlarni spazmini oladi, qon aylanishini yaxshilaydi, stimulyatsiya qiladi. Shular yordamida davoladi. Yana ko'plab muolajalarimiz bo'ldi. Va mana 10 kundan keyingi holatingizni bitta aytib bering bizga. Holatim yaxshi juda ham. Oyoqlarim tortishib, qiynalardim, belim og'rirdi. Hozir yaxshimi, qo'llarim harakatlari ham yaxshi, Xudoga shukr. Rahmat sizlarga ham. Boyagi gapingiz-chi, xonada esingizda bo'lsa, menga bitta maqtandingiz-ku tizzingiz bo'yicha. Ha, tizzam ham yaxshi. Bukulishlari, zinonlardan bemalol chiqib tushyapman. Sirasi yurib keta olmasdim, biron narsaga suyalmasam. Turganimdan yurib keta olmasdim-da. Bo'lmasa bularga bitta yurib ko'rsatib berib ketaylik. Mana boyagi aytgan gapimiz, bular aytdilar, turib sirasi yurib keta olmasdi dedilar. Hozir qanaqa kuchingiz, yurishingiz? Yaxshi, yengilman, ancha qo'llarim tortmayapti, tizzalarim bukilishlari yaxshi. Dori-darmonni ham o'sha og'riqlaringiz qolgan boshqa, lekin harakat mana shunga o'xshab tiklanganmi? Yo'q. Tiklanmagan, ha? Chunki men bitta narsani aytib o'tib ketmoqchiman. Biz bu yerda kasallikning sababi bilan kurashamiz. Faqatgina ularni bosmaymiz, ya'ni simptom, belgilar bilan ishlamaymiz. Biz naborot kasallikni keltirib chiqadigan sabablar bilan ishlaymiz. Shuning uchun dori-darmondan ko'ra bizning natijalarimiz ancha chiroyli, alhamdulillah. Xudo xolasa boshqalarga ham taklif qilasizmi? Ha, boshqalarga ham tavsiya qilaman. Yaxshi, sog'ligimiz yaxshi tiklandi-da, 10 kun yotdik mana. Xudo xolasa. Xursand bo'lsangiz bo'ldi. Xursandmiz.